20-raqam egasi o'yinimizni tark etadilar. Ikkinchi raqam jiyanim kel. O'yin bilan xayrlashtirish, xafa bo'lish yo'q, ha? Bizda 5 ta ovoz bilan 5-raqam ishtirokchisi o'yinimizni tark etadilar. 5 ta ovoz bilan Samarqanddan kelgan ekanlar. 5 ta ovoz bilan 19-raqamli ishtirokchi kim? Xafa bo'lmaysan degan. iPhone 17 Pro Max ni qizlar yutib ketadimi deyman. Birinchi sharti qizlar atay kelishib olishganda ketma-ket 4 ta yigitni chiqarib yuborishdi. Yozilgan raqamlarni hakamlarimiz hisoblab berishguncha ishtirokchilar navqurt qurtlaridan tatib ko'rishga ham ulgurdi. Afsuski, oxirgi bo'lib 3-raqamli ishtirokchimiz ham o'yinni tark etdi. Finalga naq 5 ta smartfon qo'yilgan. Bu degani kuchli 5likni har birlarini smartfon kutmoqda. Birinchi shartimizni 20, 2, 5, 19 va 3-raqamli ishtirokchilarimiz tark etishdi. Endi kuchli 15 talikni ikkinchi shartda kutib qolamiz.